O'g'ri! Aya, yo'talib kelmaysizmi? Nima bu yoqda yotibsan? Xotining yotdamassan. Ha, onangning bir kelinni taksi ko'zi bo'lib qolgan. Meni hidim umuman yoqmayapti keliningizga, aya. Ay, tavba. Kelin, yaxshimisiz? Yaqinlashmang. Ha, xo'p. Bo'pti dadasi, yaxshi borib, to'g'ri keling, bo'ptimi? Ha. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Astagfirullah. Cho'ttanito, so'qimda yerimiz yeb qolganmi bu? Qarang, qo'shnijon, tuzlarimiz bormi? Sizda uyat bormi? Farosatchi farosat. Parosat nima edi? Noyob nersanmi? Hamma mendan so'rayapti, bozordan sota olsammi? Bu ham beparasat-ku. Qarang, sizga o'xshagan shu oxirgi payt ko'payib ketyapti-da. Qaydan buncha ko'payyapsizlar? Kamazdob deb sizlarni to'yib ketishyaptimi? O, bay. Qo'shnini erini hidiga boshqacha bo'lyaptimi bu kelini? Ha, kelin, yaxshimisiz? Onangning bir yanami? Meni ko'rsa o'ylaydi, o'g'limni ko'rsa o'ylaydi. Qo'shnijon, endi bir narsa so'rashga xijolat bo'lib turibman-da. Nimaga? Kelinimga shu eringizni kiyimini hidlari yoqyapti-da. Voy, o'lmasam, bemalol so'rarmisizmi? Qo'rqib ketdim. Erimni kiyimlarini Bavi очистительda oqartiraman, chunki bu gipoallergenik Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan. Oq kiyimingizni oppoq qiladi. Qani?